Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 22-aprel. Qulpinay So'lxiyan degan qulpinayimiz. Buni ekib qo'ygan edim o'tgan yili. Mevalari pishganini uzyapman. Mevasi zo'r. Qaranglar. MPKli o'g'it eritib suv quyganman. Hozir mana buni ko'rsam kalsiy yetishmovchiligi bo'lib qolibdi. Kalsiy beramiz. Meva qilishi yaxshi. Mana o'sha shoxlar chiqarib, o'sha o'sishni ham boshladi. Hosili. Mana hosil. Qaranglar. Asosiy qishki qulpinay bu. Agar buni tepaga ossangiz, mana qaranglar, mana yerda. Mana qulpinayni qarang. Shada qilyapti. Salqin, bir tomon salqin uchun, salqinda yaxshi qiladi bu. Mana hozir bularga kalsiy berib yuboramiz. Mana pishganlarini hozir olib kelib ayamga beraman. Xudo xolasa, bu yil men bu teplisani ekmadim. Nimaga? Ham ishim ham ko'payib ketdi. Polni tagiga penaplex terib, buni tekizlab yerdi. Topli pol qilaman 10 cm shag bilan. Faqat topli polni o'zida bo'ladi. Termizni qilib, stilaj qilib, qulpinay ekmoqchiman. Bunga juda hali issiqda ham keragi yo'q. Qishda mana shu qishki So'lxiyan. Hozir bu hech qanaqangi ozuqasiz shuncha bo'ldi. Shu biyagumizga ekilgan. O'tgan yili ekilgan. Ikkinchi yili bu. Endi bu yil buni ikkinchi yili bo'lsa, o'zi 2 yilda almashtirish kerak deyshadi. Shoxlaridan olib almashtiramiz. Stilaj qilib ekib, men bitta narsa o'yladim. Xudo xolasa shu narsani qilsam sizlarga video qilib chiqaraman. Mana shu tepaga, mana shu yerda tom bor. Tomga 200 litrlik quyoshdan suv isitib beradigan o'sha narsani, quyoshdan suv isitadigan bochkani o'rnatib, o'sha orqali topli polga ulab, mana shu 1 sotikdan kattaroq teplitsamizni faqat topli polni o'zi bilan isitmoqchiman. Xudo xolasa niyatimga yetsam, shularni ko'rsataman sizlarga. Sinab ko'rmoqchiman. O'sha 200 litrlik quyoshda suv isitib beradigan boiler bilan topli polni, 1 sotik topli polni isitib, shu topli polni o'zidan mana shu qulpinayda, shu teplitsani 12-15 gradus issiqlikka chiqaradimi yo'qmi, shuni sinab ko'ramiz. Men doim o'zim qilib ko'raman. Sinovdan o'tkazsam, keyin boshqalarga qilib beraman. Mana shu o'zimni yerimga, mana shu topli pol shu pushtani tepasi tagiga topli pol qilingan. Bu narsani 4 yildan beri xohlaganlarga qilib beryapman. Nimagaki buni men o'zim qilganimga 11 yil bo'ldi. O'zim sinab ko'rib, keyin sinovimdan o'tgan uchun qilib beryapman. Buni garantiyasi bor. Bu alohida tenlari bor, bu oldingi videolarda bor qanaqa qilingani. Tashda endi bunisini ham sinab ko'ramizda. Atapleniyasiz faqat quyosh energiyasidan isitishni yo'lini qilamiz. Unisini bitta video qilib, chotki qilib ko'rsataman. Xudo xolasa like bosib, duo qilib turinglar.
ishlarimiz rivojini yesin. Hammaga omad, sog' bo'linglar.